Barchamizga ma'lum va mashhur raqqosa Parizoda Safarova intervyu berdi. Siz bilan har doimgidek yangiliklar o'z kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang, hurmatli tomoshabin. Bundanda qiziq shou-biznes yangiliklari hali oldinda. Parizoda nafaqat raqs san'atidagi mahoratli, balki ochiqko'ngilligi va samimiyati bilan ham hamisha diqqat markazida bo'lib kelgan aktrisa va raqqosalardan hisoblanadi. Uning oxirgi intervyusidagi fikrlari ko'plab muxlislar va keng jamoatchilik orasida katta rezonans uyg'otdi. Ushbu suhbatda ko'tarilgan asosiy mavzularni tahlil qiladigan bo'lsak, bir necha muhim jihatlarni ko'rishimiz mumkin. San'atkorning qadri va kutuvlari, yillar davomida tinmay mehnat qilib munosib e'tirof va mukofotni kutish har qanday ijodkor uchun tabiiy holat. Parizodaning hafsalam ham qolmadi deyishi bu shunchaki ranjish emas, balki ko'p yillik kutilmalardan so'ng kelgan ma'naviy charchoq ifodasidir. San'atkor "Men prezidentimizdan juda ko'p mukofot olaman" deydi, ammo intervyusida ta'kidlagandek, u uzoq yillik mehnatiga qaramay O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist yoki boshqa yirik davlat unvonlariga munosib ko'rilmagandan biroz ko'ngli qolgan. Uning fikricha, unvonlar ba'zan haqiqiy mehnatga qarab emas, balki boshqa mezonlar asosida beriladi. Bu esa professional ijodkorni ruhan charchatadi. O'zbek raqs san'atini dunyoga tanitayotgan san'atkorning o'zini qadrsiz his qilishi bu soha mutasaddilari va jamiyat uchun o'ylanishga arziydigan holat. San'atkorning eng nozik nuqtasi. Odatda san'atkorlar o'zlariga nisbatan tanqidlarga ko'nikib qolishadi, biroq gap farzandlari haqida ketganda vaziyat butunlay o'zgaradi. Parizodaning qizlarga nisbatan bildirilgan tanqidlarga munosabati uning nafaqat raqqosa, birinchi navbatda himoyachi ona ekanligini ko'rsatadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi chegara bilmas izohlar har qanday insonning dilini og'ritishi tabiiy hol. Intellektual mulk va ijod o'g'rilari. Raqs bu ham mualliflik asaridir. Har bir sahnalashtirilgan harakat, kostyum va g'oya ortida katta mehnat yotadi. Parizodaning ijod o'g'rilari haqidagi gaplari o'zbek raqs olamida mualliflik huquqi va ijodiy etika masalasi ham oqsayotgandan dalolat beradi. Tayyor mehnatga egalik qilish ijodkorning shijoatini so'ndiradigan asosiy omillardan biridir. Parizoda professional raqqosa sifatida u raqsning jismoniy ta'sirlari haqida to'xtalganini aytib o'tish joiz. Raqs nafaqat go'zallik va nafosat, balki jismoniy yuklanma, doimiy mashqlar, umurtqa pog'onasi va bo'g'imlarga bo'ladigan bosim. Psixologik holatda sahnadagi joziba ortida yashiringan charchoq va intizom. Ayollar salomatligi. Ma'lum bir yoshdan so'ng raqs bilan shug'ullanishning ijobiy va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlari bor. Xulosa o'rinda shuni ayta olamizki, Parizodaning bu kabi ochiq gapirishi uning ichki olamidagi haqiqatlarni muxlislari bilan bo'lishish istagidir. San'atkor ham inson. Uning ham ranjishga va o'z haq-huquqlarini talab qilishga haqqi bor. Bu intervyu ko'pchilikni san'atkor mehnatini va shaxsiy hayotini ko'proq hurmat qilishga undashi shubhasiz.